الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان. Bismillahirrohmanirrohim. Shariat chorlagan amallardan biri afsuski odamlarning ko'pchiliklari bu amaldan g'aflatdadirlar. Alloh taolo ulkan ajrlarni va'da qilganini bilmaydilar. Oxirgi marta qachon qo'shningiz bilan ko'rishdingiz, eslay olasizmi? Men 7-chi, 6-chi yo 5-chi qo'shni haqida emas, balki yon qo'shningiz haqida gapiryapman. Qachon siz uni yoki qo'shningiz sizni ziyorat qilgan yoki qachon umumiy yig'inda birga o'tirib, undan ahvollari, farzandlari, ishlari haqida so'ragansiz? Xo'p, qo'shniga nisbatan men nima qilishim kerak desangiz, Alloh taolo Jabroil alayhisalomga buyurdiki, Muhammad alayhisalom qo'shniga yaxshilik qilsin deb. Keyin Jabroil alayhisalom Muhammad alayhisalomga qo'shniga yaxshilik qiling deb buyuraverdi. Oxir payg'ambarimiz qo'shniga meros berilarmikin deb o'ylab qoldim dedilar. O'lganimdan keyin xuddi ota, aka-uka, o'g'il va boshqa qarindoshlar kabi unga ham merosdan ulush berilarmikin dedilar. Qo'shnining qo'shniga haqqi mana shunday kattadir. Balki agar qo'shniga zulm qilsa, shu zulmi sababli jannatga kirmasligi ehtimoli bor va jahannamga kirishi mumkin. Balki iymoni komil bo'lmaydi agar qo'shnisiga zulm qilsa. Payg'ambar alayhisalomning qo'shnilari bor edi. Ular aslida musulmon emas edilar, balki u zotning yahudiy qo'shnilari bor edi. Payg'ambar alayhisalomga aziyat berar edi. Yahudiyning o'g'li kasal bo'lib qolganda, uning o'g'li kasal bo'lganini eshitib qolib, uni ziyorat qildilar. Chunki qo'shni 3 xil bo'ladi. Biri mu'min va qarindosh urug'dan, amakingiz, tog'angiz, aka-ukangiz kabi. Buning 3 ta haqqi bor. Qarindosh urug'chilik haqqi, qo'shnichilik haqqi va islom haqqi. Agar musulmon qo'shni bo'lsa, buning 2 ta haqqi bor. Qo'shnichilik va islom haqqi. Agar kofir qo'shni bo'lsa-chi, uning bitta haqqi bor. Qo'shnichilik haqqi. Ha, sizning ustingizda uning haqqi bor. Qarindosh qo'shni va yon qo'shni bu ikkovlarining ham sizning ustingizda haqqilari bor, ey birodarim. Biror kuni yoki hozirgi kunda qo'shnini ziyorat qilish haqida o'ylab ko'rdingizmi? Tarovih namozidan keyinmi yo avvalmi qo'shniga biror xil taom chiqarish haqida o'ylab ko'rdingizmi? Bu burungi davrda bo'lar edi. Bizda bunday odat juda ham ko'p topilar edi. Hozirgi kunda ham topiladi, lekin juda oz. Hozirgi kunda uyda ovqat tayyorlab bir tovoqda qo'shningizga chiqarish kamdan kam uchraydi. Yo'q deganda Ramazon vaqti mana shunday narsalarning vaqtidir. Mening qo'shnim behojat demang. To'g'ri, qo'shningiz boydir, lekin boyligi unga hadya qilishimizga to'siq bo'lmaydi. Bu ulfat orttirishdir. Agar uyda ziyofat tayyorlab odamlarni chaqirsangiz yoki ona ham shunday qilib ayollarini chaqirsa, shu paytda qo'shnilarni ham chaqirsangiz nima qilibdi? Bilib qo'yingki, avvallar odamlar butun umrlari bo'yi mana shunday holda o'tgan edilar. Qo'shniga bir kun kelib muhtoj bo'lib qolasiz. Men qo'shnimga muhtoj emasman demang, bu to'g'ri emas. Qo'shniga bir kun kelib muhtoj bo'lib qolishingiz bor. Alloh o'zi asrasin. Agar siz safarda bo'lsangiz, uyda biror narsa sodir bo'lsa yoki siz ishdasiz, ishxona uydan uzoq bo'lsa, uyda qandaydir hodisa ro'y bersa, o'g'illaringizni va ahli ayolingizni kim qutqaradi? Eng birinchi bo'lib kim? Bilasizmi? Sizdan uzoqda yashayotgan amakingiz emas, tog'angiz ham emas, akangiz ham emas, farzandlaringiz va ahlingizni eng birinchi bo'lib qo'shnilaringiz qutqaradilar. Ular bilan ulfatlashing va ularga yaxshilik qiling. Agar qo'shningiz benomoz bo'lsa, uni bir ziyorat qilay deb hech o'ylab ko'rganmisiz? Uni darrov namozga da'vat qilmang, uni ziyorat qiling, u bilan birga o'tiring, unga o'zingizni muhabbatli va mehribon qiling. Keyin men masjidga ketyapman, qani ketdik deng. Inshaalloh siz bilan birga boradi. 1 marta, 2 marta, 3 marta uyaladi. Keyin bir kun kelib masjidga sizdan avval boradigan bo'ladi. Bu to'g'ridan to'g'ri bo'lmagan uslubdir. Payg'ambar alayhisalom yahudiyning islomga kirishidan noumid bo'lmadilar. O'limidan avval da'vat qildilar. U iymonga keldi va musulmon bo'ldi. Bilasizmi? Nimaga unga haris bo'ldilar? Chunki u qo'shni edi. Biror kecha tarovih namozini o'qib
yoki qiyomul layla turib qo'lingizni ko'tarib Allohdan qo'shningiz haqqiga duo qilganmisiz? Domla, ahli ayolimni va ota-onamni qo'yib qo'shnimga duo qilamanmi deysizmi? Sizning ustingizda uni haqqi bor. Allohga qasam, agar u solih bo'lsa, uning o'g'illari solih bo'lsalar va atrofingizdagi mahalla hammasi solih bo'lsa, siz xotirjam bo'lasiz. Farzandlaringizga, ayolingizga xotirjam bo'lib qolasiz. Namoz vaqtida hamma mahalla aholisi namozga chiqib ketsalar, odamlar dindor, ahli zikr bo'lib qolsalar, xonadoningizga xotirjam bo'lasiz. Qo'shningizga haris bo'ling, sizning ustingizda uning haqqi bor. Balki sadaqada ham haqqi bor. Anas ibn Malik aytadilarki, agar sho'rva pishirsang suvini ko'proq qilgin, qo'shning ham berasan. Qachon ovqat pishirsang ko'proq qilgin, qo'shniga chiqarasiz. Bu ulfat va bir-biringizga mehribonchilik bobidan bo'ladi. Qo'shni haqida Allohdan qo'rqinglar, Allohdan qo'rqinglar. Bugun kelinglar qo'shniga yaxshilik qilaylik. Inshaalloh kelasi uchrashuvda ko'rishguncha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا.